Assalomu alaykum, Usta Habibulloh Tunikafon YouTube kanali a'zolari. Biz mana navbatdagi ishimizni Andijon viloyatida qilib tugatganmiz. Bu fasonimizni ham high-tech fason qilib berganmiz. Endi mana bu fasonni ko'ringlar. Oldinlari mana shunaqa fasonlar modada bo'lgan. Birinchi Tunikafon chiqqanda Maloshnik bilan Shikolat modada edi. Endi hozir 2026-yil manaqa high-tech oq fasonlar modada bo'lyapti. Tarnovlarini ham zamonaviy tarnov turbalarigacha tushirib berdik. Qaranglar. High-tech fason juda chiroyli holatda Andijon viloyatida shu ishimizni yakunlab beryapmiz. Bu ishimizni to'laligicha 5,5 kunda bitkazib beryapmiz. Ko'ringlar. Ko'cha tomoniga slift fason qilib berdik. Juda chiroyli holatda ishimiz mana o'z nihoyasiga yetyapti. Undan tashqari bu ishda ichkari shapka darvozaxonalarini qilib bitkazib berdik. Qaranglar, darvozaxonalarini ham mana chekalariga alkafondan mokriy rangdan gullar qo'yib berganmiz. Juda chiroyli holatda bo'lib bitdi. İşimiz yoqqan bo'lsa bitta like qo'yib qo'yasizlar. Xudo xolasa burchaklarini juda chiroyli holatda qilib, bu taraflarini ham juda chiroyli holatda qilib bitkazib, juda qilib xonadonga xudo xolasa bitkazib beryapmiz. Undan tashqari mana ichkari shapkalariga esa juda chiroyli tunikafon qilib berganmiz. Bu joyimiz perikoz, mana bu taraf 1.70, bu tarafi esa 1.60 miki shunaqa. Perikoz joyiga shunaqa chiroyli fason qilib berdik. Burchaklarini ham bir xil qilib butundan chiqarganmiz. Hech qanaqa uloq bo'lmagan. Bu taraflarni ham burchaklarini ham butun qilib juda chiroyli qilib xonadonimizga tunikafon ishimizni nihoyasiga yetkazib beryapmiz. Bu ishimiz aytganimdek Andijon viloyati Izbosganda. Bu taraflaridan ham ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana ishni yaqindan ko'rsataman. Mana xonadon egasi bizga vodiyda endi uzoqroq joy bo'lsa yotoq joy qilib beradi. Agar yaqinroq joy bo'lsa borib kelib ishlaymiz, bir mahal obed qilib beradi. Qolgan narsalari bizdan, shu hatto shu lesalarigacha bizdan. Mana bu taraflarini ham chiroyli qilib yopib, o'netga turbalarini ham tushirib, mana bu tomonga turbalarini ham tushirib, juda chiroyli holatda qilib xonadon egasiga ishimizni qilib tugatyapmiz. Kimdan kim shunaqa tunikafon kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Borib ko'rib chiroyli qilib o'rnatib beraveramiz. Xizmatlarimiz Fez O'zbekiston bo'ylab o'zimiz Andijondamiz, vodiydan. Siz qayerda bo'lishingizni qizig'i yo'q, borib ko'rib chiroyli qilib beraveramiz. Ishimiz yoqqan bo'lsa bitta like qo'yib qo'yasizlar.